Obunachilar videoni oxirigacha ko'rib turasizlar. Mana shunaqa originallaridan, bo'g'ozlaridan yetib keldi, hurmatli obunachilar. Mana zo'rlaridan xudo xolasa. Akmaljon, zo'rlardan keldimi? Aka, bugunga zo'rlardan keldi. Bo'g'ozlardan, yarichkalardan keldi. Yarichkalaridan xudo xolasa zo'rlardan kelibdi. Video oxirigacha kuzatib, bittadan obuna ol, like bosib tursa bo'ldi obunachilar. Avvalambor ming to'g'onasi bilan ta'riflayman. Yashar, tanjoning sog' bo'lsin. Boshladikmi? Ha. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz do'stlar, Mustafa Uz kanalining ashaddiy obunachilari, chorva YouTube ishqibozlari. Mana bugun biz sizlarga Namangan viloyati, Namangan tumani Tepa-Qo'rg'on qishlog'idan syomkalarimizni olib boryapmiz. Bittadan like tugmachasini bosib turasizlar. Mana shunaqa zo'rlardan chiqarishda davom etamiz akalar, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, hafta kunimizga juma ayyomi hammalaringga muborak bo'lsin deb syomkalarimizni boshladik. 2026-yil 6-fevral hurmatli obunachilar. Biz yana shu arzonchi Optimcha kanalimizda anchadan bir qo'y qo'yayotgan xudo xolasa Akmaljonni qo'ralariga yetib kelganmiz. Akmaljon, yaxshimisiz? Charchamay. Yaxshi variantlardan keldimi? Bugunga bo'g'ozlardan keldi, zo'rlardan keldi. Necha partiya bo'ladi? Bugunga 2 partiya, 3 partiya bor. 2 partiya, 3 partiya zo'rlardan xudo xolasa. Zo'rlardan keldi. Sotqonga ham Alloh baraka bersin. Boshladik akalar biz. Syomkalarimizni, sekin qo'ylarimizni chiroyli qilib ma'lumotlarni beramiz. Sizlardan bittadan like, bizdan chiroyli video obzor akalar. Ko'rayotgan bo'lsangiz bittadan like tugmasini bosib qo'yasiz hoji aka. Akmaljon, birinchi partiyamizga soni 7 ta doston aka. Soni 7 dona. Ha. Bo'g'ozmi bular Akmaljon? Hammasi bo'g'oz. Hammasi naq bo'g'oz variantlar. Bo'g'oz deb berishgan. Aha. Biz ham endi bo'g'oz deb sotamiz. Bo'g'oz deb qabul qilib olgansiz qo'ylarni. Ha. Bo'g'oz deb olib kelgan ekanlar, hurmatli obunachilar. Bo'g'oz deb sotyaptilar. Xudo xolasa bo'g'oz chiqadi, hurmatli obunachilar. Mana. Birinchi partiyamizga soni 7 dona ekan. Mana hurmatli obunachilar, dumbar azrizlari qaranglar, xudo xolasa ideallaridan. Akmaljon zo'rlardan olib kelishda davom etyaptilar. Bittadan Akmaljonga omad tilab, like tugmachasini bosib turasizlar. Bo'y bastlarni nechiga beramiz Akmaljon? Bo'y bastlar 85 plus minusda. 85 plus minusda chiqadi, xudo xolasa. 80 ga olishorsan doston aka. 80 ga olishaversin. Ha. Bag'i bonus bular, ha? Bonus bo'lgan. Hurmatli obunachilar, bo'ylarini 80 ga olaverasizlar. Yeb ishtlari hamma yo'g'i sinovdan o'tdi. Sinovdan o'tgan doston aka. Aha, mana. Ko'p olaveringlar. Bir hafta bemalol sinov olishaveradi. Bir hafta. Yeb ishlari ham zo'r. Kafolatlari bor, sinov olaverasiz, ha, hurmatli obunachilarimiz akalar. Sinov olaverasizlar, bir hafta kafolatlarni berishyapti. Yosh oyliklari qanaqa? Yosh oyliklari qo'zi 2 tish, bitta mana monos 4 tishi bor, mana shu qashqa. Bitta qashqa 4 tish. Qolgani 2 tish qo'zi. Ha, 2 tish qo'zi. Hurmatli obunachilar, bitta mana shunisi 4 tish ekan. Hammasi yosh. Yosh variantlaridan ekan, hurmatli obunachilar. Qo'zidan 4 tishgacha ekan, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa mana tishlarni ko'rsatib o'taylik. 2 tish, hurmatli obunachilar, mana. Ko'rib olaverasizlar. Ketdi, mana hurmatli obunachilar. Mana bunaqalardan ham bor. Mana bunaqa zo'rlardan ham olib ketdilar mana. Zo'rlardan. Xudo xolasa Ko'rsataman. tishini ko'rsataylik, shuni. Tishi mana 2 tish. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa bo'g'ozlaridan, qo'zilaridan baqaman deganlarga tavsiya qilib qolamiz akalar, xudo xolasa zo'rlardan. Akmaljon, buni maqtovg'amiz bilan pul udata, xudo xolasa buni arzon qilib chiqarib berasizmi? Narxini ham Sindirib tashlayman doston. sindirib tashlaysizmi narxni, xudo xolasa? Yengil bo'ladi. Akmaljon, dadil chiroyli qilib narxini aytingchi, buni boladan qilib, obunachilarga yo'lida qilib. Ha. Hammasini bir joyga 6,5 dan ketaveradi. 6,5 milliondan. Ha. Bir yerga. Bir joyga emas, 6,5. Dastlabkilar nima bo'ladi? Vodiy bo'ylab Toshkentga o'qib beraman. 6,5 dan vodiy bo'ylab Toshkentgacha dastlabkilarni qilib berasiz. Hurmatli obunachilar, nima deysizlar? Ozmas kamaytirasizmi Akmaljon? O'sha narxda ketadimi? Aytilgan narxda. Hayriga o'tib beraman doston aka. Necha pul hayriga o'tasiz? Qani? Videoda o'zidan o'tingchi, chiroyli qilib. 100 mingdan o'tib beraman. Ya 100 ming demang, sizga 100 ming yarashmaydi. 300 ming, 400 ming o'tib beringchi Akmaljon. Hammasini bir joyga olishadigan bo'lsa doston aka, bittadan like bosib tursa bo'ldi. Necha puldan? 6 million 300 dan ketaveradi hammasi. 200 mingdan o'tib berasiz, xolasmi?
Bo'ldi 6 million 200 dan ketaveradi. 6 million 200 dan ketaversinmi? Bo'ldi beram. Chiroyli qilib dastlabkilarimni yetkazib berasiz. Toshkentgacha. Dastlabkilarimni yetkazib beraman. Menga qarang, Samarqanddan, Vohadan so'ragan akalarimizga nima deysiz? Dastlabkamiz bor, kelishgan holda. Kelishiladi. Ha. Chiroyli qilib yetkazib berasiz, Ha. kelishgan holda. Kelishgan holda. Og'onga ham, sotqonga Hammasi ham. bir joyga olsa 6 million 200 dan ketaveradi. Doston aka. 6 million 200 dan, ha. Ha. Kanalda 1000 top stabillaymi obunachilar ham. Aha. Paddishgan yor beryapti yaxshi. Aha. 5000 to'g'ansizlar Doston aka. Aha. Bitta qo'zi menni. Bitta qo'zi sizdan Javob patarka deyapti. bo'ladi. Ya, Javobmi? Videoni saqlab qo'ysin kerak bo'lsa. 5000 to'g'ansizni men video chiqaraman. Aha. Ungacha ham baribir har doim video chiqarib turaman. Aha. Bitta qo'zini bekarga beraman. Bor aka, hurmatli obunachilar, mana 5000 to'g'onimizda Akmaljondan bitta qo'zi hadiyaga kimgadir, qaysidir obunachimizga patarka qilamiz, xudo xolasa. Xo'p, hurmatli obunachilar, 6 million 200 ming so'mdan dastlabkilari Toshkentgacha bo'ldi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa keyingi partiyalarimizga qanaqalar, Akmaljon? Keyingi partiyalarimizga yoshlaridan, Yoshlaridan, qo'zilaridan bo'ladimi? to'qliq qo'zilarimiz. To'qli qo'zilaridan, hurmatli obunachilar, bemalol tezkorlik bilan aloqaga chiqaverasizlar. Keyingi partiyalarimizni olib chiqamiz. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa ikkinchi partiyamizga mana bunaqa tozaroq variantlardan yarichkalarni zo'rlardan ham chiqibdilar Akmaljon. Akmaljon soni nechta? 4 ta ekan-a? Soni 4 dona ekan, hurmatli obunachilar. Hammasi urg'ochi, to'talasi ham. Hammasi qo'zi. Hammasi qo'zi varianti. Hammasi qo'zi varianti, hurmatli obunachilar. Mana bularni qaranglar. Xudo xolasa, like bersa, hurmatli obunachilar, bittadan like tugmachasini bosib turasizlar. Sekin qo'ylarimizni chiroyli qilib ma'lumotlarni berib o'tamiz akalar. Xo'p, soni 4 dona ekan, hammasi qo'zi variantda. Bo'y bastlari necha chiqadi Akmaljon? 70 ga olish olsin, 70 plus, 70 Bo'ylari 70 plus a? Ha. 75 ham chiqar. 75 ham chiqadi. Plus. 75 plus Ha, minusda 75 ha, 75 ga olish olsin, ha, xudo xolasa, hurmatli obunachilar. 75 plus minus deyaptilar. 75 ga olaveringlar. Xudo xolasa quloqlari, yuzlari mana bunaqa tozaroq variantlardan ekan, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa mana. Obunachilar mana. Like kelsa, like bosib obunachilar ko'p ko'ryapsizlar, obuna bo'lmayapsizlar. Obuna bo'lib qo'yinglar, xudo xolasa mana bunaqa chiroyli-chiroylilar yetib kelganda usbet qilib turasizlar akalar. Akmaljon, yeb ishchilar sinovdan o'tganmi? Sizlar sinovda o'tgan Doston aka. Yeb ishlari sinovdan o'tgan ekan, hurmatli obunachilar. Bir hafta garantiyalari bor, ha, xudo xolasa. Garantiyalari bor Doston aka. Mana qo'ydi qarang. Qo'ydi qaranglar, hurmatli obunachilar. Garbonuslarni ko'rsating buni. Mana garbonuslar, dumbarazli, samoyo'g'i, xudo xolasa. Garbonuslarni qarang. To'shlarni ham qaranglar. Xudo xolasa. Quloqlar- Samoyo'g'i kelgan variantlardan ekan. Mana dumbarazli. Haqiqiy razrez. Hurmatli Endi obunachilar. o'zicha usta nima? Qo'y baqib, chiroyli qilib, xudo Go'mdan xolasa. bo'lib ketgan usta. Mehr berib o'zlari, Mehr xudo bersa xolasa, bo'ldi. kimga tushsa ham Garbonuslar ham obunachilar yaxshi. bemalol tezkorlik bilan aloqa chiqarasizlar, sapchib turgan variantlaridan. Soni 4 dona, shoshilib qolinglar akalar. Bunaqasi hadab ham kelolmayapti. Bir xil varianti. Bir ko'ra olib baxshiyoradi. Bir qo'ra, xudo xolasa. Pullari ham arzon qilib chiqarib beramiz, Akmaljon, xudo Arzon xolasa. bo'ladi ular. Narigilardan arzon bo'ladimi? Hay, nargilardan ham arzon bo'ladi. Nech pul deysiz? Chiroyli qilib narx aytingchi. Bo'ladi, hammasini bir joyga 6 milliondan ketaveradi. 6 milliondan. Ha. Qo'zi hammasi. Hammasi Kelishtiring Akmaljon, ozmoz buni. Gap yo'q, qo'ylaringizga chiroyli qilib, ozmoz kelishtiring obunachilarimizga. bo'ldi. Chiroyli sizdan olib baraka qilsin. Hammasini bir joyga olsa Doston aka. Aha. Ol 5 million 800 dan beraman. 5 million- 200 mingdan tushib beraman. 5 million 800 dan. Ha. Nima deysizlar, hurmatli obunachilar, mana. Bo'ylari 75 plus minus degan, hurmatli obunachilar. 5 million 800 mingdan narx aytyaptilar. Ozmoz tushirib beradilar. Narxi xudo xolasa arzonroq bersangiz yaxshi Akmaljon. Doston aka bo'ldi beraman. Aha. Hammasini bir joyga olsa var-ku. Bir yerga olishsa, Yana tushib beraman. Bittadan like bosib tursa bo'ldi. 5 million 600 mingdan ketaveradi. bor baraka. 5 million 600 ming so'm. Taqalgan narxi olma Doston aka. Taqalgan narxi 5 million 600 ming so'm. Beraman. Yaxshi Obunachilar bemalol tezkorlik bilan xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Soni 4 dona yarichkalardan, qo'zi variantlaridan shoshilib aloqaga chiqaverasizlar akalar. Akmaljon, keyingisi qanaqa?
keyingisiga bor-u, Arashan tozasidan bitta qo'chqor olib kelganman. Arashan toza qo'chqor. Ha. Xudo xolasa. Yaxshimi? Zot yo'nalishiga baqadaga? Zot yo'nalishiga baqaman degan obunachilar. Bo'ldi, olib chiqamiz Bir dona yaxshi, kelgan. qani. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa 3-partiyamizga haqiqiy noyobidan qo'chqorni zo'ridan olib kelibsiz, Akmaljon bey. Mana tuyoqlarni kelib qoldi. qarang, xudo Zot xolasa. yo'nalishiga baqaman degan Zot yo'nalishiga haqiqiy toza variantlardan yuzlari tozasidan. Hurmatli obunachilar, quloqlari, garbonos hamma yo'g'i kelgan variant. Dumbar azrezini bir ko'rsataylik, Akmaljon. Dumbar azrezlari ham haqiqiy kelishgan, cho'tki variantidan, haqiqiy tik dumbasidan qidirib yurgan akalarimizga bemalol tavsiya qilaveradigan variant. Mana tuyoqlari ham 15-20 haqiqiy marta istagan tuyoq. sog'lig'im bor, o'shalar qo'chqor kerak degan obunachilarimizga Aha. bir dona kelib qoldi. Bir dona toza variantidan Akmaljon. Ha. Akmaljon qo'zimi? Qo'zi bu doston Hali qo'zi, tish yorishqa ham kelmagan variantimi? Yorishga ham kelmagan mana. Mana. Mana hurmatli obunachilar. Qo'zisidan. Juda yosh ekan mana. Mana. Ko'rsatdim. Hali juda yosh variantida. Xudo xolasa zo'ridan qidirib yuruvdingizmi? Hoji aka shaylariga bittadan laykni bosib qo'yinglar. Mana shunaqa zo'rlaridan chiqaryapti Akmaljon. Akmaljonga omad tilab qolsalar, bittadan laykni bosasizlar akalar. Akmaljon, qo'zi ekan. Bo'y basti nechiga beramiz? Bo'y basti 80-85 plus minus. 85 plus minusda chiqadi. 80 ga olish olsin. 80 ga olish olsunmi? Ha. Bemalol. Yo'q, Javob bo'lmadi. qilaveramiz 80 ga. Ha. Mana. Quloqlari 18-19 chiqadi. 19-20 ga endi bormaydi, 19 chiqadi quloqlar. Quloqlar akalar 19 plyusda ekan, hurmatli obunachilar. Hamma yo'g'i kelgan qo'chqorimizni mana. To'shlarni ham ko'rasizlar, garbonoslar. Hamma yo'g'i ideal. Qo'chqorga gap bo'lishi mumkin emas. Akmaljon, pulini nech pul deymiz buni? So'mda chiqadimi, dollarda chiqadimi? Buni dollarda chiqargani endi dostonaga to'g'ri kelmaydi. Aha. So'mda qilib beramiz. Obunachilarimizga so'mda qo'yib beramiz. Ha. Dostonaga kanalga obuna ol, like bosib qo'ysin bor-u. Aha. Bundan ham zo'rlarni hali olib kelib beraman. yana Bundan obunachilar. zo'rlaridan hali olib kelib berasiz, xudo Ha. xolasa. Hurmatli obunachilar. Mana nech pul? Dangal narx Akmaljon. Bu 9 million so'mga ketaveradi. To'q- Vodiy bo'ylab Toshkentgacha. 9 million so'mga. Ha. Hurmatli obunachilar, nima deysizlar? 9 million so'm narx aytyaptilar. Kelishadigan yeri bormi Akmaljon? Yana hayriga o'tib beraman, telefon qilsa dostonaga. Bitta gapda, oldi-qochdi gap qilmaymiz. 8,5 berishadi. 8,5 o'ta pastlab ketadi dostonaga. Pastlab ketmaydi, baragani bersin. Obuna bosib bo'ldi. Like bosish ham bo'lsa Aha. bo'ldi. Taqalgan narxi 8,5 ga ketaveradi. 8,5 ga Ha, 500 ming arzon. 500 ming arzon. Ha. Bor baraka. 8,5 millionga hurmatli obunachilar. Dastlabkini qayergacha qilib berasiz? Vodiy bo'ylab Toshkentga do'g'ib beraman dostonaga. Keling shuni Samarqandgacha qil Bo'ldi. mashina. Samarqandgacha ketaveradi mana shu. Mana shu bitta Samarqandgacha Ha. dastlabkini qilib beraverasiz, xudo Samarqandgacha. xolasa hurmatli Undan obunachilar. yo'q, men rasmga qilib beradiman, kelishgan holda. Undan yo'q. O'zbekiston bo'ylab bor. Kelishilgan Undan yo'g'i holda. kelishgan holda. Hurmatli obunachilar, bemalol aloqaga Ordan chiqaverasizlar, bo'ldi. xudo xolasa. Tezkorlik bilan, xudo xolasa zo'r varianti. Telefon qilsa dostonaga. Haqiqiy zotqa. Yana ozmas sunnatiga yana o'tib beraman. Telefon qilish olsin, xudo Ha. xolasa ozmoz sunnatlariga o'tib beriladi akalar. Videoda xato kamchilik bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz akalar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Like, obuna, komment esdan chiqmasin akalar. Arzon bo'lsa arzon deb yozinglar, qimmat bo'lsa qimmat qo'yyapsan deb yozinglar akalar.